Assalomu alaykum, hurmatli eh, klientlarimiz, qadrdonlarimiz, akalarimiz, opa-singillarimiz. Mana bog'larga keldik, xudo xolasa, gilozor. Bularni badaniga dori sepish ishlarni eh, boshlangan, bir hafta 10 kunlarda tugaydigan bo'lib qolgan, xudo xolasa. Bir hafta 10 kunlarda tugatiladi. Uyg'onmay turib dori sepish kerak. Dori sepishimizdan maqsad mana badanidagi yelimlar, bular kasallik, badandagi suyuqliklar chiqib ketadi. Mana yorilgan narsalar qorason kasallik, trasheynalar. Mana shular hammasi trasheyna, qorason kasallik. Bundan tashqari mana yelimlar. Bundan tashqari mana lupada ko'rsatib o'tamiz. O'zida ko'rsagan mana oq shitovka degan narsalar bor. Zamburug', shitovkalar shu kasalliklarga qarshi, hasharotlarga qarshi dori sepish kerak. 3 xil kasallik mana oq narsalar turibdi. Mana. Mana oq narsalar. Shularga qarshi dori sepish kerak.